Bismillahirrahmanirrahim. Barliq hamd sana o'zining yo'lida jihad qilishga buyurgan va jihadga katta ajr mukofotlarni, nusrat g'alablarni va'da qilgan Alloh taolo xosdir. Shundaq guvohlik beramanki, Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qdir. Alloh yolg'iz yeganidir. Allohning sherigi yo'qdir. Yana shundaq guvohlik beramanki, Muhammad sallallohu alayhi va sallam haqiqatan Allohning bandisi, elchisi va eng yaqin do'stidir. Allohning rahmat salomlari mujohidlar ustozi, kasbiy tijorati Alloh yo'lida jihad qilish bo'lgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga bo'lsin va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning atrofiga o'lishib, Alloh ular bilan islom kalimasini, dinini aziz qilgan, musulmonlarni aziz qilgan, kofirlarni xor qilgan sahobalarga bo'lsin. Shaksizki Alloh taolo yo'lida jihad qilish eng katta ibodatlardan hisoblandi. Chunki buning foydasi yakka shaxs bilan cheklanib qolmaydi. Balki buning foydasi Alloh taoloning kalimasini oliy qilish, islom zaminini kengaytirish, mu'minlarni qo'g'dash, zaminda adolatni o'rnatish va islom dinini taqdis qilayotgan kofir tog'utlarning zaminini yo'qotish qatorliq nurg'ulg'an foydalar bor. Sahihul Buxoriy, Kitabul Jihad va Siyar. Jihad va sirat kitobi. Jihad degan jahada degan so'zning masdari bo'lib, ya'ni jafo mushaqqat tortish degan gap. Endi istilohiy ma'nosi kasbiy atalg'usi bo'lsa, Alloh taoloning yo'lida Allohning dinini oliy qilish uchun kofirlarga qarshi jihad qilishda o'zining tirishchanligini ko'rsatish, charchash degan gap. Siyar bo'lsa siratning ko'pligi, ya'ni hayot hikoyasi, hayot tarixi sarguzashtlari degan gap. Kitabul Jihad va Siyar Qur'on Karimdagi jihadga aloqador ba'zi oyatlar, uningdan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning jihad haqidagi hadislari, payg'ambar alayhisalom va sahobalarning g'azotlari, janglari qatorliqlar haqidagi hadis asarlar tilga olindi. Jihad bir nechta turli bo'ldi. Nafsiga qarshi jihad qilish, shaytonga qarshi jihad qilish, Allohning kalimasini ustun qilish uchun kofirlarga qarshi jihad qilish, osiy, fosiqlarga qarshi jihad qilish, munofiqlarga qarshi jihad qilish qatorliqlar. Endi nafsiga qarshi jihad qilish. Masalan, nafsimiz shar'iy ilmlarni o'rganishni xohlamaydi. Dinda faqih bo'lishni xohlamaydi. Diniy bilimlarni o'rganishga qarata nafsimizni sabr qildirish. Shar'iy bilimlarni o'rganishga qarata nafsimizni sabr qildirish. Bu nafsimizga qarshi nafsimiz bilan jihad qilish. Undan keyin o'rgangan narsalarga amal qilish. Buningga nafsimizni sabr qildirish. O'rganib amal qilib bo'lgandan keyin Alloh taolaning dinini yetkizish, yaxshilik buyurib yomonlikni to'sish, mushu ishlarga nafsimizni sabr qildirish. Va bu yo'lda uchragan aziyat, jafo, mushaqqatlarga sabr qildirish nafsimizni. Bularning hammasi nafsi bilan jihad qilish kirdi. Mush ishlarni nafsi bilan jihad qila olgan odam haqiqiy utuq qozongan, foydalangan kishi bo'ldi. Chunki Alloh taolo sura asrda val asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu va amilus solihat va tavasaw bil haqq va tavasaw bis sabr. Insonlarning hammasi ziyon ichida, lekin iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, bir-biriga haqni tavsiya qilishgan, sabrni tavsiya qilishgan bunday kishilarcha ziyon ichida emas, balki foydalidir dedi. Shayton qarshi jihad qilish bo'lsa, shubhilar va shahvatlarga qarshi bo'ldi. Endi osiylar, munofiqlar, fosiqlar, bidatchilarga qarshi tilimiz bilan jihad qilamiz, ularga hujjat bayon qilamiz, hujjat turg'izamiz. Gohida zarurib qolsa, qudrat tepilsa, toqatimiz yetsa qo'l bilan ham ularga qarshi jihad qilindi. Jihadning yana bir turi hamda jang maydoniga berib Allohning kalimasini ustun qilish uchun kofirlarga qarshi jihad qilish. Jon inson uchun eng qimmatli narsa. Biroq inson dinini Allohning kalimasini ustun qilish, islom dinini tarqitish, islom zaminlarini kengaytirish va islom da'vatining oldini to'sib olgan kofir va tag'utlarni yo'qotish uchun o'zining jinini fido qilishga tayyor turdi. Kofirlar qarshi yana mol bilan ham jihad qilindi. Masalan, mujohidlar qurol-yarog' sotib olamiz. Mujohidlarning oilasiga pul chiqim qilamiz va undan boshqa jihadga nurg'un iqtisod ketadi. Alloh taolo Qur'on Karimda nurg'un o'rinda jini bilan jihad qildi degandan burun mili bilan jihad qildi deb kelgan. Va jahadu bi amwalihim va anfusihim. Ular mollari bilan, pullari bilan, jonlari bilan jihad qildi deb boshda pulning, molning gapini boshda tilga oldi. Chunki mol bilan jihad qilishning doirasi amaliyotda jon bilan jihad qilishning doirasidan kengri bo'lganligi uchun. Mu'min eng ko'p foyda oladigan tijorat Allohga va Allohning payg'ambar sallallohu alayhi va sallam iymon etish va Alloh yo'lida jihad qilishdir. Bu vaqt Alloh taolo Qur'on Karimda sura Safda shunday degan: "Ey mu'minlar, sizlarni alamlik azobdan qutqizadigan tijoratga boshlab qo'yaymi?
Allah'a iman eytisizlar, Allah'ның payg'ambariga iman eytisizlar. Allah yo'lida mollaringlar bilan, jonlaringlar bilan jihad qilsizlar. Zalikum khayrul lakum in kuntum ta'lamun. Agar bildigan bo'lsanglar, ana shu sizlar uchun yaxshidir dedi. Allah yo'lida mal va jon bilan jihad qilish albatta oldi bilan kofirlarni o'chkirish, kofirlarning kufrini va ularning zulmlarini, kofirligini yomon ko'rishdan keyin uni kelib chiqadi. Jihadning hukmi kelsak, jihad farz ayn bo'lgan ahvolda shaxsga nisbatan mustahab. Ümmet nisbatan ümmetning jihadga toqat yetgan vaqtida farz kifoya, lekin ba'zi ahvolda jihad farz ayn aylanib ketadi. Qanday chaq jihad farz ayn bo'lib ketadi desa, tuvandagi 3 xil holatda farz ayn bo'lib ketadi. Birinchi, agar kofir musulmonlar diyardan biror diyarga besib kelgan vaqtida, u chaqda u yurtdagi cho'ng kichik qeyri yosh ayol hammasiga jihad qilish farz ayn bo'lib ketadi. Bundaq vaqtda inson ota-onasidan men jihad qilsam bo'lamdi deb ruxsat so'ramasima bo'ladi. Agar kofirlarni chekindiralsa, chekindiraldi. Agar ular chekindiramsa, shu yurtning atrofidagi yurtga ularga yordam berish farz ayn bo'lib ketadi. Toki shu kofir dushmanni chekindiralganga qadar butun dunyodagi musulmonlarga farz ayn bo'lib ketadi. Ikkinchi xil holat, agar musulmonlarning imomi musulmonlarni jang qilinglar, jihadga chiqamiz deb jangga chaqirgan vaqtida bu chaqda jihad farz ayn bo'lib ketadi. Uchinchi xil holat, endi u kishi garchi mustahab bo'lgan bir jihad bo'lsa-mu, biroq jang maydoniga berib qoldi. Jang maydonida kofirlar bilan ro'baro holat turibdi. Buni avvasa jang maydonini tashlab qochib ketish harom. Chunki bu atrofdagi musulmon qarindoshlar, mujohid qarindoshlarni yordamsiz tashlab qo'shib kirib ketadi. Bu ahvolda harom, bu chaqda uning qochmay jihad maydonida sabit turishi farz ayn bo'ldi. Imom Buxoriy rahimahulloh Kitabul Jihad va Siyar degan bu kitobni tuvandagi oyat karimdan boshildi. Innalloha ishtara minal mu'minina anfusahum va amwalahum bi anna lahumul jannah. Haqiqatan Alloh taolo mu'minlarning ularning jonlarini va mollarini ularga jannatni berish bediliga setib oldi. Ular Alloh yo'lida urush qildi, jang qildi va o'ltirdi va o'ltirildi. Bu Alloh taolaning Tavrat, Injil va Qur'ondagi haq va'dasidir. Va man afa bi ahdi minalloh. Alloh taoladan bak va'dasiga bak vafodor kim bor. Allah subhanahu wa taala bu oyatlarda müminlerden ularning jonlarini va mollarini jannatni berib setib oldi. Va halanki bizning jonlarimizni, mollarimizni Allah o'zi bizga oriyatga bergan turliq. Endi bizning jonimiz va bizning qo'limizdagi mol-mulklar Allohning. Shundoq turib yana shu narsalarni men qaytirib bersang, Allah yo'lida fido qilsang, uning badaliga men jannatni berma deydi. Va'dan alayhi haqqan fit Tavrat val Injil val Qur'on. Va man afa bi ahdihi min Allah. Allohdan belki va'dasiga vafodor kim bor? Ya'ni hech kim yo'q demakchi. Allah eng va'dasiga vafo qildi demakchi. Fastabshiru bi bai'ikum allazi bay'atum bih. Sizlar tijorat qilgan, shu tijoratinglar bilan xush bo'linglar. Va zalika huval fawzul azim. Bu katta muvaffaqiyatdir dedi. Ondan Allah subhanahu wa taolo ularning sifatlarini shunday tilga oldi. At-taibun al-abidun, tavba qilishlar, ibodat qilguvchilar, Allohga hamd aytuvchilar, ro'za tutuvchilar, ruku qilguvchilar, sajda qilguvchilar, yaxshilik buyurib yomonlikdan to'squchilar, Allohning had hududlarini saqlovchilar, mu'minlarga xush bishorat bering. Imom Buxoriy rahimahulloh mishadagi al-hafizuna li hududillah, Allohning had hududlarini saqlovchilar deganni Ibn Abbas radhiyallohu anhuniki al-hudud at-ta'a degan so'z bilan tafsirildi. Hudud degan itoat, Allohning buyrug'i edi. Yani yuhafizuna ala awamirillahi ve taatihi. O müminler Allah'ın buyruqlarını itaatini saqlaydı, rioya qildi. Allah buyurgan ishlarni qilib, chekilgan ishlarni tark etadi deb shundoq sharhladi. Amniyatda al-hudud, chekchigara degan bu so'z shu xil ma'noda keldi. Buyruq itoat ma'nosida keldi. Masalan, sizga hududullahi fala ta'taduha, ana shu Allohning buyruqlaridan o'tib ketmanglar, atlab ketmanglar. Undan gunoh ma'siyat cheklimlar ma'nosida keldi. Masalan, tilka hududullahi fala taqrabuha, ana shu Allohning cheklimlaridir, yaqinlashmanglar. Allah chekilgan ishlardir, harom qilishlardir, yaqinlashmanglar degan ma'noda. Undan boshqa yana belgilangan jazo ma'nosida keldi. Masalan, aroq ichish, zina, o'g'irlik qatorliqlarga had deymizgo. Mesela Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhuniki uni so'zi bor. Akhaful hudud 80. Atlana ang yengili 80 darra urush. Imom Buxoriy rahimahulloh bu oyatlardan keyin Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan tuvandagi hadis bilan boshildi.
Abdullah ibn Masud radhiyallohu anhu shunday deydi. Men Allohning payg'ambari sallallohu alayhi vasallamdan so'rab bunday dedim. Ey Allohning payg'ambari, qaysi amal eng afzal sallallohu alayhi vasallam? Payg'ambar alayhisalom shunday dedi. O'z vaqtida o'qilgan namoz. Ondan qaysi desam, summa birrul validayn. Ondan ota-onaga yaxshilik qilish deb javob berdi. Ondan men ana qaysi desam, Alloh yo'lida jihad qilish dedi. Abdullah ibn Masud radhiyallohu anhu shunday degan. Men yana so'raverishdan to'xtab qoldim. Agar men davomli so'ragan bo'lsam, ziyoda so'ragan bo'lsam, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ziyoda qilib javob bergan bo'ladi. Qaysi amal eng afzal deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan shu va shunga o'xshagan boshqa hadislar kelgan. Hamda buni bir qancha xil tushunish bo'ldi. Birinchidan bu yerda bir taqdir qilamiz. Men degan so'zni taqdir qilamiz. Ya'ni qaysi amallarning eng afzalidan, eng afzal amallar qatoridan. Yana birisiga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ba'zi odamlarga o'z vaqtida o'qilgan namoz, ba'zi odamlarga ota-onaga yaxshilik qilish, ba'zi odamlarga Alloh yo'lida jihad qilish deb javob bergan yerim bor. Bu hadisda ota-onaga yaxshilik qilish va o'z vaqtida namozni vaqtida o'qishni jihatdan burun keltirdi. Hamda namozni o'z vaqtida o'qish namoz degan farz. Ota-onaga yaxshilik qilishmi har vaqt farz. Lekin jihad qilish betin degandek davomli farz ham bo'lmaydi. Shuning uchun ota-onaga yaxshilik qilishni va namozni vaqtida o'qishni birinchi keltirgan bo'lishi mumkin. Endi boshqa hadislarda bo'lsa, shu savol so'ragan kishining holatiga qarab turib, shu savol so'ragan kishiga qaysi ish eng farz bo'lib ketgan bo'lsa, uning haqida shuni qirta javob bergan bo'lishi mumkin. Uningdan keyingi hadis Abdullah ibn Abbos radhiyallohu anhuma. Uni rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday degan: "La hijrata ba'dal fath." Makka fathidan keyin hijrat qilish yo'q. Lekin jihad va niyat bor. Agar sizlar jihadga chaqirilsanglar, jihadga chiqinglar. Ya'ni fathi degan gap shu ekan, Makka fathini ko'rsatilgan. Makka fathi bo'lgandan keyin Makkadan boshqa yerga hijrat qilish yo'q. Ya'ni Makka fathi bo'lib bo'ldi, islom zaminiga aylanib bo'ldi. Islom zaminiga aylanib bo'lgan Makkadan yana boshqa joyga hijrat qilmaysiz demoqchi. Lekin qiyomat kuniga qadar jihad va jihad qilishga niyat qilish bor. Musulmonlar va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makkada bo'zaq qilingan ojiz vaqtida Allohning buyrug'i bilan Makkadan Habashistonga va Madinaga hijrat qilishgan. Keyin Allohning fazli bilan hijratning 8-yili Ramazonda Makka fathi bo'ldi. Makka islom zaminiga aylandi. Undan keyin Makkadan hijrat qilmaysizlar dedi. Qiyomatgacha jihad va niyat bor. Ya'ni jon bilan va mol bilan Allohning kalamasini ustun qilish uchun kofirlarga qarshi jihad qilish davomlashadi. Jihadga chaqirilsanglar, jihadga chiqinglar. Ya'ni imom hayy alal jihad degan vaqtida jihad qilish kerak. Imomningki chaqiriqiga da'vatiga ovoz qo'shish kerak. Jihaddan qochmaslik kerak demoqchi. Undan keyingi hadis Oysha radhiyallohu anhadan rivoyat qilindi. Oysha radhiyallohu anha shunday degan: "Ya Rasululloh, ya Allohning payg'ambari sallallohu alayhi vasallam, jihad eng afzal amalkan. Jihad qilmamdiq, ya'ni biz ayollar jihad qilmamdiq." degan vaqtda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Lakinna afdalul jihad hajjun mabrur." Eng afzal jihad, ya'ni ayollarning eng afzal jihadi qabul bo'lgan hajdir. Bu hadis payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Oysha radhiyallohu anhaning eng afzal amal Alloh yo'lida jihad qilishga degan bu so'zga e'tiroz bildirmadi, inkor qilmadi, balki uni e'tirof qildi. Shuning bilan bir vaqtda ayollar haqida kofirlarga qarshi jon bilan undaq jang maydoniga borib jihad qilish yo'q, balki ayollarningki jihadi Alloh yo'lida haj qilish ekanligini bayon qilib berdi. Demak, haj qilish jihadning bir turi ham ayollarga nisbatan eng afzal jihad, hamda jon bilan jihad qilish erlarga nisbatan farz amallardan keyingi nafl amallar ichidagi eng afzal jihad jon bilan jihad qilish. Ya'ni ayollarning erlarga o'xshash jang maydoniga borib, qulluq qurol olib, kofirlar bilan ro'biro turib undaq jangga qatnashish ayollarga farz emas. Lekin oldimizga hadislar chiqadi, ayollarning jangga qatnashishni umid qilishi, shahodatni so'rashi yo'q ekanligi.